Men o'ylayman, bunaqa kichkina teshik uchun quloqni orqasidan kesib, katta kesma qilish shart emas. Xo'p, do'stlar, endoskopik timpanoplastika degani quloqni kesmasdan ichidan parda yamash degani. Biz hozir bemorimizni operatsiyaga olganmiz. Chap quloqlarida teshik bor ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Chap quloqdagi teshik, mana pardani umumiy holati, mana bu teshik. Xudo xolasa bemorimiz quloqni kesmasdan o'zlaridan parda olib, pardalarni yamaymiz. Do'stlar, operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana pardamiz holati, mana bu yerda teshik bor edi, mana juda ham chiroyli ko'rinib turibdi. Hozir yopdik. Xudo xolasa bemorimiz eshitishlar ko'tariladi, quloqdagi oqishlar kamayadi. Men o'ylayman, bunaqa kichkina teshik uchun quloqni orqasidan kesib, katta kesma qilish shart emas. Mana ko'rib turibsizlar, hammasini ichkaridan qildik, juda ham chiroyli chiqdi. Timpanoplastika, ya'ni quloq pardasini qilish amaliyotlarini butun O'zbekiston bo'yicha yo'lga qo'yamiz.